Biz G'alaba bog'iga keldik. Bu bog' o'yin kulgi maskani emas, xuddi ochiq osmon ostidagi muzeyga o'xshaydi. Bu muzey tilga kirganda bizlarga nima degan bo'lardi? Men vokzalman. Necha minglab insonlarni kuzatdim. Kimdir qaytdi, kimdir yo'q. Men esa ko'z yosh va ayriliqlarga guvoh bo'ldim. Bundan keyin faqatgina uchrashuvlarga xizmat qilishni xohlayman. Men tankman. Urush maydonida qancha odamlarni yaraladim. Qancha hududlarni vayron qildim. Lekin shu qilmishimdan afsuslanaman va yer yuzida tanklar butunlay yo'q bo'lib ketishini xohlayman. Men harbiy samolyotman. Afsuski faqatgina begunoh insonlarni va vayronalarni kuzatar edim. Bundan keyin samolyotlar tinchlikka qarshi emas, tinchlik osmonda parvoz qilishlarini xohlar edim. Men okopman. Askarlar uchun ham panoh, ham qo'rquv yo'lagi edim. Bundan keyin hech kimga boshpana bo'lishni xohlamayman. Men bombaman. Meni qayerga uloqtirishsa o'sha yerni vayron qildim. Bundan keyin meni boshqa yaratmasliklarini xohlayman. Men 101 o'zbek o'g'loni asirlikda saqlangan lagerman. Ulardan erkinlikni tortib oldim va sog'inch bilan sinadim. Bundan keyin hech kimni hech qachon asir qilmasliklarini istayman. Men xat tashlovchi bola haykaliman. Urush yillarida 10 milliarddan ortiq xatlar yozilgan. Men afsuski askarlar halok bo'lganligi haqidagi qora xatlarni ham tashganman. Men mehrli qo'llar kompozitsiyasiman. Urush yillarida juda ko'p bolalar ota-onasiz qolishgan. O'zbekistonga 250 mingdan ortiq bolalar olib kelingan. Men mana shu mehr saxovat ramzi hisoblanaman. Men matonat madhiyasi kompozitsiyasiman. Urush yillarida juda ko'p oilalar erkaksiz, onalar farzandsiz, bolalar otasiz qolishgan. Shuni tushunib yetdimki, tinchlik eng buyuk ne'mat ekan. Vatan uchun jonni fido qilgan bobolarimizni esa hech qachon unutmaymiz.